60 soniyada iPhone XS'ni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Smartfon 2018-yil 21-sentyabrda taqdim etilgan. Batareya sig'imi esa 2658 mAh, doimiy xotirasi esa 64, 256 va nihoyat mana shu seriyaga kelibgina 512 GB qo'shilgan. Tezkor xotira esa 4 GB va ushbu qurilma A12 Bionic chipi bilan jihozlangan. Frontal kamera esa 7 megapiksel 1080-30 fps, asosiy kamera esa 12 megapiksel 4K 60 formatgacha video yoza oladi. PUBG Mobile'da esa istalgan sozlamalarda 60 fps tezlikni olasiz. 2026-yilda sotib olmoqchi bo'lsangiz, ushbu qurilmani bir qancha ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ijobiy tomonlariga kelsak, kamerasi hali hanuz juda sifatli video va rasmlarga oladi. Salbiy tomonlariga kelsak, ushbu qurilmaning batareyasi o'z muddatini o'tab bo'lgan va boshqa bu qurilmaga dasturiy yangilanishlar kelmaydi.